Kelinlar jangi. 5 kunlik dunyo serialining 4-qismi 27 noyabr 2025 yil soat 19:05 da Milliy TV orqali namoyish etilishi, hikoyaning yangi bosqichga ko'tarilishini anglatadi. Sana voqealar rivojiga tabiiy tarzda ulanib, serial mualliflari yaratgan keskinlik va hissiylikni yanada kuchaytiradi. 5 kunlik vaqt oraligi qisqa tuyulgani bilan, unda yashiringan voqealar, qarorlar va tushunmovchiliklar tomoshabinni og'ziga tortadigan darajada teran. Serialda menga eng yoqqan jihat obrazlarning tabiiyligi va ular orasidagi ziddiyatning ortiqcha dramatizatsiyasiz, ammo juda jonli tarzda ochib berilishi. Har bir qahramon o'zining alohida dunyosiga ega va aynan shu dunyolar to'qnashuvi voqealarga hayotiylik bagishlaydi. Oldingi qismlarda boshlangan raqobat endi yanada jiddiy tus olib, kelinlar o'rtasidagi munosabatlarda nozik, ammo keskin o'zgarishlar yuz beradi. 4-qismda esa kutilmagan qarorlar, shaxsiy his-tuyg'ular bilan bog'liq burilishlar va oddiy hayotdan olingan, ammo ko'p narsani anglatadigan holatlar bo'lishi aniq. Har bir kelinning o'z haqiqatini himoya qilish jarayoni ularning kuchli va zaif tomonlarini yanada ochib beradi. Shu sababli kelinlar jangi. 5 kunlik dunyo oddiy oilaviy drama emas, u o'ziga xos samimiy kuzatuvlar bilan boyitilgan serial sifatida alohida ajralib turadi.